Gitti. Vasiyat oldinglar? Yo'q. O'sha kuni o'shda edi shu vasiyat. Qatga qoldi. Ha, bir nima qilamiz? Qila olmaymiz-da, shoh. Boshqa yo'li yo'q. Oxirgisi shu vasiyat edi. Bolalar, menda bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Prikol bo'lsa hozir shart emas. Yaxshi shuki, vasiyat menda. Ay yomoni bo'lsa, uni tualetdan topdim. Mujik. Qo'limdan o'p. Nima o'paman? Bu o'psin-ki. O'pmasga. Bu qog'ozni yarmi qani? Ha? Tualetda faqat shu qog'oz qolibdi-da. Ha, yozilganlarga tegmadim lekin, bundoq pastdan oldim. Birinchi marta prikoling yoqdi. Mujik. Men Noziga telefon qilib suyunchisini olay-a? Hozir. Tualetdan chiqdingmi? Alo, Qalaysan? bo'ladi. Senga bitta yaxshi xabarim bor. Nima? Vasiyat menda. Rostdan aytyapsizmi? Aldamayapsizmi? Ha, hozir qo'limda o'qib turibman mana. Qattiq oldingiz uni? Endi yog'ini qo'yaver. Muhimi vasiyat menda. Endi chiqatga ketmaysizlar. Chiqatga qo'yib yubormayman seni. Balki bugun aytarsan, yaxshi ko'rasan meni. Ha. Novdalarni besabun chalar. Tongda aytdi hayot otini yor, 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 yoring mana. Botir! Botir! To'g'ri. Tinchlikmi? Eshitdingmi? Nimani? Nozima Toshkentga ketayotgan ekan. Nima? Yur uyga. Yugur buloqqa. Ezberga qo'y qog'oz sozim, nomi shirin pardozim, bilaman chishqim rozim, ey nogo'laman. Siyon. Eng sevishini aytgandi. Alo, Endi hammasini hal qilgandim ha. baribir foydasi yo'q. Ertalab buvim militsiyalar bilan kelib shallaqlik qilib hamma narsamiz bilan ko'chaga haydadilar. Hozir biz Toshkentga tog'amkiga keldik. Baribir buvim yutib chiqdilar. Vasiyat nima bo'ladi? Endi uni keragi ham yo'q. Chunki buvim hammasini hal qilib bo'ldilar. Hamayla o'zingni ehtiyot qil. Oshiq yigit. Ketdik. Qatga? Toshkentga. Nima bor Toshkentda? Vasiyat tezroq sudga yetkazaylik. Adam kutib qoldilar. Hal qilsa bo'larmikan? Nima bo'lmaydi? O'tir ketdi. Aytdim, senga hammasi yaxshi bo'ladi. Botir aka, rahmat sizga. Yaxshi ham shog'nadasi bor ekan, yordam berdi. Bo'lmasa men nima qilardim? Nozima, seni chiqatga qo'yib yubormayman. Hammasi kinolardagidek yaxshilik bilan tugadi. G'o'dinga yarasha ish qilgan. Nima? Govdali odamlarda yurak bo'lmaydimi? Güzel sözleri asal, sensiz menga bo'lmasam.
Shoh. Bir ko'rishdagi muhabbatga ishonasanmi? Sevib qoldim demaga. Ishon. Champot bo'lib qoldim. O'zim Güzel sözlerin asal. Aka, kimga unaqa mehr bilan qarayapsiz? Yo, mashina zo'r ekan. Ko'zga ehtiyot bo'ling-da. Hop. Yur, aka. Ukasi bor ekan-da. Xavotir olma. Katta shaharlarda ham kichkina nosozlik ham bo'lib turadi. Ha bu nosozlik kichkina emas, katta o'zi. greydan urdimi deyman. Vashshi urdi lekin. Lekin bari senga qaramaydi jo'ra. Nima qilgan menga? Nima? Men odam emasmanmi? Yo, odamsan. Sen qizlarni ura olmaysan-da. Ha, mehr bera olmaysan, chiroyli gapira olmaysan-da. Qizlar shuni yaxshi ko'radi. Bezoni qaysan? Davay, garov o'ynaymiz. Bo'pti. Bir hafta ichida mana shu qiz meniki bo'ladi. Nimada o'ynaymiz? Jigulida? Yo'q, Jiguli akaniki o'zi. Kelib olib qo'yadi keyin bizdan yutsaga. Qara unda. Kim yutqizsa bir hafta qul bo'ladi. Kelishdik. O'z shoh. Qulim bo'ladi. Salla hali bilmabsanlar. Mana Suyun Rameo deyshadi. Nima deyishadi? Suyun Rameo, eslab qollaring. Ketdik. Mashinada ketamiz. Unaqa psixologga o'tibsiz. Oyim bilan dadamni sog'indim. Ota-onamiz sog' bo'lsang, shu rasmga qara. To'larni ko'rgandek bo'lasan. Men ham shunaqa qilaman. Rahmat. Lekin rasmni menga ham berib turing. Ha bolajonlar, nima qilib o'tirsizlar? Ovqat pishdi yuringlar. Turinglar. Chiqinglar. O'zimni tag'im. Qo'lim ochganligini ham biladi. Tur ketyapti, yur. Tur. Ovqat suv uyda. Bu dünya arzimas fido bo'lishga. Menda sen urinma xudo bo'lishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga salom berdim. Ha bolalar, qalaysizlar endi? Oho, o'zgachasiz-a? Kiyimlar, mashinalar. Ha, uchrashuvdan qaytib o'tdi. Kim bilan? Ha, mahalladagi yangi qiz bilan to'xtab turlaring, hozir gapirib beraman. Oho, kiyimlar. Qalaysan? Bo'ldi. Xullas uyni oldiga bordim. Qarasam turgan ekan. Keyin aytdim, yaxshi qiz, men har kimga ham sevgi izhor qila olmayman, lekin sizni yaxshi ko'rib qoldim dedim. Nima dedim? Ya, u ham aytdi. Men ham sizni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Biroq xushbichim, ko'rkam yigitni dedi. Yolg'on. Kim bor bagajda? Nima deysan? Ochsak aytaman. Ochsa aytar ekan. Salom. Salom alaykum, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Tez uyga hayda. Xo'p. 8
49, 50. Qarorchi mashinani moyka qildim. Ha. Keyin gaz ballonni bagajda to'g'irlab turdim. Bagajni birov tap etib yopdi-da, haydab ketib yubordida. Bitta qiznikiga bordik. Ye. Bu yog'i nima bo'ldi? Sevgi sixorda eshitdingizmi? Qanaqa sevgisi-xor, salom alikdan yo'lga o'tmadik. Qiz xushbichimsiz, ko'rkamsiz demabdimi? Ko'rkam? Ha? Bu oynaga qarab o'ziga o'zi ishonmasa kerak, ko'rkamligiga. Gapni ham olasizda. Bu. Aka, qo'lim og'rib ketdi. Bo'pti, tushir. Qilma shu. Lekin mashinaga boshqa teginma, tushundingmi? O'lib qopsan-ku. Yana uchrashuvga boramiz. Krasavchik. Men futbol ko'raman. Yur mashinaga. Haydaymizmi? Yo'q, Suyun Romeo, aytdim o'zingga o'xshamaydi-da. O'zing qiynashing qara. hammasi joyida. Ukasi xalaqit beryapti faqat. Gaplash unda ukasi bilan. Nima deyman? Men sen opangni yaxshi ko'raman. Bizdan ishga aralashma deymanmi? Ukasini lekin aldash kerak. Aldash? Mana 200 ming pul top ukasini hal qilamiz. 200 ming? 200 ming. Xo'p, nima qilamiz? Ukasini shunda o'yindan chiqarib tashlaymiz. Topa olasanmi? Ha? Bo'ldim, zo'r ideya bor. Bittada o'xshaydi. Ketdik. Yurlaring. Qani oling. Asli yeymishlar. Ayo, bizani qornimiz to'q. Bexijolat yevring, choy quyib beraman hozir. Bismillah. Rahmat, qornim to'ydi. 26 ta. Mazasi qalay ekan? Zo'r. Endi uka, sizdan bir iltimos bor edi. Nima? Mana shu do'stim suyundiq. Siz opingizni sevib qopti-da. U Hali sanlar meni 4 tagina shashlik bilan aldamoqchi bo'ldingmi? 26 ta, 4 ta emas. Jimtir. Opam shu paytgacha hech kim bilan gaplashmagan. Bundan keyin ham gaplashmaydi. Amin. Alloh akbar. Tez 200 mingni berdi. Men qattan bilay, qorin to'ysa bo'ldi deb o'ylamman. Bunaqasi ketmaydi. Opasini o'zi bilan gaplashish kerak. Va opasini o'zi sevib qo'ysa hech nima qila olmaydi ukasi. Shunaqa dangal borbay, seni sevaman degan, qo'ynim bor degan. Unda bu yerda nima qilamiz? Shuni aytaman deb. Ketdik. Qani omin. Boshlab vaqtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Allohu akbar. Iplos. Bitta ham shashlik qoldirma. Oydinmi? Baxt shundoq kelib qo'ndi. Buni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Kechirasiz, xalaqit berib qo'ydim. Nima yig'layapsiz? Ishingiz bo'lmasin. Rasmdagilar ota-onangizmi? Sizga nima? Ishingiz bo'lmasin dedim-ku. Taqdirimiz bir ekanda. Meni ham ota-onam yoshligimda ajrashib ketishgan. Mana ularni sog'inib yig'lab turaman. Lekin bunaqa tepalik emas. Qorong'xonada eshikni qulflab. Hech kim ko'rish kerak emas. Chunki men har doim kulib yuradigan, hazil qiladigan suyundiqman. Mana ota-onam ajrashishmagan. Ular bir kunda oyim ham, dadam ham avtohalokat tufayli vafot etishgan. Hozir hayotimda faqatgina ukam bor. Bu yo'lga qanaqa kelib qoldinglar? Ota-onam vafotidan keyin qarindosh urug'larimiz o'zini tortishdi. Hattoki detdomga ketib qolishimizga ham sal qoldi. Keyin tog'am bizani shu yerga chaqirdilar. Oydin, to'g'risi bu gap hali hech kimga aytmaganman.
qanaqa qilib etishni ham bilmayman. Xullas, men sizni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Men hech kim bilan gaplashishni xohlamayman. Sevishmayman ham. Mayli, majburlamayman. Faqat bir marta imkon bering. Bilmadim. Hammasi endi boshlandi. Tegma biron narsasiga. Qoldi. Uchrashuvda? Ha, nima dedi? Yo'q dedi. Yo'q deganing shuncha xursandmisan? Yo'q dedimi? Demak, u yaxshi qiz. Sen qatdan bilasan. Ha degan bo'lsa yaxshi qiz bo'lmasdi u. Men gaplashmasdim. Qalaysan? Qalaysa? Havo yomon qizdiryapti-ku. Ha, uchrashuvdan ekan. Yana bagajdan akasi chiqibdimi? Sen qulim bo'lishga tayyorlan. Menga farqi yo'q. Bilganingni qil. Baribir ura olmaysan. Afzalga ko'rsataman. Og'zini. Hey. Bu yo'lda nima qilyapsan? Senga nima? Sen nima qilsan? Men hazillashmayapman. Ishni Oydinning oldiga kelmadingmi? Ha, Oydinning oldiga keldim. Oydin meniki. Meni yaxshi ko'radi u, tushundingmi? Tort qo'lingni. Oydin hech kim yaxshi ko'rmaydi. Kim aytdi senga? Nima qilyapsanlar bu yerda? Biza shu bitta narsani kelisha olmay turuvdik-da, ha? Bor o'zingning uyingning oldida kelish. Bor, yo'qol. Sen bilan hali gaplashamiz. Ukasi yetmaganda Shurik qaydan paydo bo'ldi? Menimcha bilan talashmaganing ma'qulsan. Nima talashmaydi? Sevgisi uchun kurashsa bo'ladi. Yondagi baquvvat bolalar nimadir qilib qo'ymasin deyman bunga. Shuning uchun qo'limizdan keladigan shart berishimiz kerak ularga. Musobaqa qilib, ha? Yaxshi variant. Qo'limizdan keladigani faqat dondonziki, boshqa Ha, polvon. Abetda duxingiz juda baland-ku, ha? hozir ham shunaqa. Oydin meniki, tushundingmi? Oydin seni ham, meni ham yaxshi ko'rmaydi. Shoshmanglar. El kechasi hal qilamiz. Musobaqa bo'ladi. Kim yutsa Oydin o'shani. Yutqizgan umuman o'rtadagi munosabatga aralashmaydi. Bo'ladimi? Xo'sh, nima qilamiz? O'zing tanla. Poyga qilamiz. Yuguribmi? Va Detski mashinada 3 kilometr, tushundingmi? Faqat ana Toshkentlik kelgindi qatnashmaydi mashinasi bilan. Bo'ladi. Faqat mashinam men haydayman. Sen haydashni bilmaydi. O'zingni Dominik ko'ryapsan? Nima farqi bor? Bo'pti, 12 da ko'rishamiz. Kech qolmaymiz. Aytdim-da, dondonziki yaxshi edi shu. O'zi nima poygaga ko'nding? Nima farqi bor? Men o'zimga ishonaman. Ota-bobom shopir o'tgan, amallaymiz. Sanki cho'chimaysan, mashinani qayerdan topamiz? Sevib? Ha, vallahi. 100% bo'ladi. Ilojini qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. Ha, tinchlikmi? Ha, shu atrofda aylanib yurdik. Bir sizdan xabar olib ketaylik deydi. Ha, yaxshi. Ha, bizda Darmayt uka qayerda? Ha, u ham yuribdi, qishloqda, shu yuribdi. Yordamlashib yuboraylikmi? Yordam berasanmi? Mayli, bering. Cho'ban shu. O'zingizga bir savol bor edi, aka. Aha. Real Madridmi, Barselonami? Ha, bizga faqat Barselona. Ana. Real Madrid ancha zo'r-ku. Olib kel baqa. Hozir urib bilmoq qo'yma. Yo, aka. O'zi biz ikkalamiz Barselonani muxlisiz. Rostdan. Shunchaki sinab ko'rdik-da, qani? Bizga Barsa. Yo, siz o'tiring. Ha, o'tiring. Bitta savollar bor edi. Ha. Ushalmagan orzungiz bormi, aka? Ushalmagan orzu? Ha. Bor bitta shunaqasi. Nozanin. U bilan 2 yil sevishdik. Ha. Ahdlashdik. Ha. Lekin bir martagina bir ro'ga Toshkentga borib kelganimcha erga tegib ketdi. Xiyonatkor. Yomon. Siqilmang. Hozir uni ko'rib qolganingizda nima degan bo'ladi? Buvingda. Xiyonat.
Hozir ikkita bolasi bor. Kuni oldimdan bittasi chiqib, "Assalomu alaykum bobojon" dedi. Men uni rosa yaxshi ko'rardim. Siqilmang. O'tib ketadi. Yo'q, baribir. Bugun seni uzatamiz. Ish qilib tayyorsana, jo'ra. 100%. Kiyimlaring kiyib tayyor tur. Poygadan keyin Oydinni qo'l so'rashga boramiz. O'zimizjon. Qalay. Qani, qo'ling duoga och. Amin. Balodan, qazodan, qadardan, badardan hammasidan Xudo asasi. Ketdik, bo'ldi. To'xta, qani duo o'qimadim. Ketdik. Kamadan, radardan, avnir, balonlar teshilib ketsin. Amin. Tayyormisizlar? Bu paytda boshqacha kiyingan qizlar chiqardi-yu. Sani kiyiming qani? Biroq kiyim kiyib kelsam, tushinglarga kirib chiqardim-da. Ey, ko'p gapirma, bo'ldi, zavada qil. Qoldi, qoldi. Davay. Sani formang qani qo'ling so'rashga boramiz. Dalini ko'rsatdi. Nima bo'ldi? Yutqizib qo'ydilarmi? Asabni buzma. Xafa bo'lmaysan. Va'da ensingda Oydinni endi tinch qo'yasan. Erkak bitta gapiradi. Ha, bizni endi shofyor ozgina kuchliroq. Uni ota-bobosi shofyor o'tgan. Atak men ham haydasam seni yutib qo'yardim. Yo'qol! O'zi ham ancha o'tib ketdimi? Daminik bo'lib ketdi. Farzand. Bor. Tabriklash kelgandi. Qizing? Hozir kelaman. Tezroq qayt, qolib ketma. Hozir. Qachon men ham baxtim toparkanman. Nozi, Poygachi tabriklayman. rahmat. Qayerda eding? Marshrutni kuzatib turdim. Ha. Men biluvdim siz yushingizni. Ayo'g'a. Ha, mayli, men magazinga chiqdim. Yaxshi qoling. Baribir boshqachasan dey Nozi. Hozir. Ha, tinchlikmi, nima qilyapsan? Ha, tinchlik. Bugun Oydinni tug'ilgan kuni ekan. Agar xursand qilmoqchi bo'lsanglar, bugun ayni payt. Ha, bo'ldi. Bitta oyim chaqiryaptilar. Rahmat Nozima. Mayli, yoshlar baxtli bo'lsin. Ketdik. Ha. Sen bola meni aldab mashinani olib qochib ketding. Undan tashqari poyga o'ynagansan. Endi mendan 200 ming pul so'rayapsanmi? Aka, o'zim uchun emas, Botir og'aynim uchun. Qo'li sinib qoldi. Temir qo'yish kerak ekan. Boya yaxshi edi-ku. Ha, hozir bo'ldi, shu uchun uyga yugurib kelganman. Uydagilardan pul so'ramas ekan. Shu qo'l bilan yura olmaydi-yu baribir aka. Bo'pti. Mana 500 mingcha chiqadi. Qo'lini gips qildiringlar. Undan tashqari yaxshi vitaminli ovqatlar yesin. Tushundingmi? Xo'p aka, rahmat. To'xta. Men mashinani kalti. Mashinada yuringlar, piyoda olib yurma. Rahmat aka. Mashinani ehtiyot qil. Xo'p. Olib chiqarmikan? Yo'q, bilmadim hatto. Ey bolalar, ketdingmi? Pul olib chiqdingmi? Ha, 500 ming oldim. Ma. Mashinada boramizmi? Bizga piyoda yurish yarashmaydi. Ketdik. Men tepada ketaymi? Orqada ketasan, yur. Bola, sen tepada ket.
Botir, Botir. Ha? Ozgina hayajonlanmanda. Nimaga hayajonlanasan? Zo'r bo'ladi hammasi. Shamlarni yoqib qo'ying, bo'ldimi? Hammasi tayyormi? Ha, yoqur. Aytgancha chala qobzing qani sani? Ay, mana keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima aytamiz? Romantik bormi? Bo'ldi, hozir es qilamiz. Ha? Oyog'ini qara. Suyun nima bu? Garangmisan? Oyoq kiyimim bitta edi-da. Bo'pti. Tayyorlan, bo'ldi, boshlaymiz. Ketdi. Oyruqlar sevgilim, so'zlari shakarim, dilimdan tushmas hech, kuyimsan g'azalim, poyingga sochayim, olamning gullari, kel endi intizor, o'tmoqda kunlarim, go'zalimsan, go'zalimsan. Asalimsan, dunyoda tengi yo'q sevgilimsan, go'zalimsan, asalimsan, dunyoda tengi yo'q sevgilimsan. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Qayerdan bildingiz? Ha endi san tug'ilgan kuning unutib bo'ladimi? Tog'am, keting. Buni ertaga tepalikda olaman. Ketinglar. Va narsa bu. Qalisan? Yaxshi. Kecha tug'ilgan kundan keyin yomon bo'lib bo'ladimi? Menimcha u tug'ilgan kunni xursandchiligi bir oyga yetsa kerak. Oydin, senda bitta gapim bor edi. Qanaqa gap? Seni qattiq yaxshi ko'rib qolganman. Senga bog'lanib qoldim. Endi ketaman desang ham yo'l qo'ymayman. O'zi meni yaxshi ko'rasan? Ayt. Ha, yaxshi ko'raman. Voy onasini o'zi. Shunaqa ham baxtli bo'lamanmi? Faqat tog'am bilan gaplashib olishingiz kerak-da. Bo'ldi. Hozir borib gaplashaman. Sen meni sevsang, men seni sevsam, nima muammo? Sen borib mehmonlarga dasturxon tayyorla. Hop, bo'pti. Botir! Botir! Sekinroq taqillat. Yangi darvoza olib berasanmi? Jo'ra yur ketdik. Qayerga? Sovchilikka. Qilmagan bitta shu ishimiz qoldi. Suyun bor yo'q qolgan. Jo'ra iltimos, tog'asi bilan bugun gaplashmasak bo'lmaydi. Akam bilan bor. Akamga tushuntirguncha bir kun vaqt o'tib ketadi. Keyin yo'q deydi. Yomon bosh og'riq bo'lding-da. Yur chiqib. Kiyimlaringni almashtirmaysan? Meni nima alishtiray? Sen kiyovsan-ki. Yur. Shoh bo'lag'o. Nima gap? Tinchmi? Yur, sovchilikka o'tib kelaylik. Suvchiligi? Sen xolasi bo'lasan, men ammasi. Yo'q, o'zlaring o'tib kelavering, men nima qilaman? Yur, ko'p gapirma. Bo'pti, kiyim almashtirib chiqay. Senga kim qaraydi? Yur. Shu ahvolni qara. Yur tez-tez. Chiroyli kiyinib kelsang o'lasanmi, Suyun? Yaxshi falsi chiqmaysanmi? Bular tugmasi ham yo'q mana. Uni taqillatlaring. Taqillat. Sani qaynating-ku taqillat. Baqirma. Sen taqillat. Bugun chiqmasa kerak. Ha, kelinglar. Kim kerak? Tog'ang uydami? Ha, uyda nima edi? Gapimiz bor edi-da. Bo'pti, kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Assalomu Yaxshimisiz, tog'a? Xush kelibsizlar. Nima xizmat? Haligi biz anavi Shu opamni qo'limni so'rab kelishibdi, tog'a. Yo'q. Biz Oydinni Shuhratga berib bo'ldik-ku. nima? Shuhratga berdik. Yaqinda to'y.
Mayli, unda uzr tog'a. O'tirsanglar bo'lardi. Keyingi Qo'y safar. deganda. Keyingi safar ichamiz. Ko'rdingmi? Yaxshi ham Shuhratga berganimiz. U aldir o'ldir qilaveradi. Shuhratjon toparman, tutarman. To'g'ri. Siz nima deysiz shu tog'a? Siz bizni baxtimizni o'ylaysiz. To'yni ham tezlashtirishimiz kerak. Yaxshi ishni cho'zishdan nima foyda? Shunday. Shuhrat! Nima? O, sen ham erkakmisan, nima deganding? Aralashmayman deganding-ku. Men aralashganim yo'q, ol qo'lingni. Tog'asi senga berar ekan. Nima senga beradi? Bor tog'asidan so'ra. Men qayoqdan bilaman? Biladi. Ya, assalomu alaykum bachcha. Tog'ang uydami? Ha, uyda. Toba. Ularga opamni bersa ham, asan bularni bermasa ham. Bularni o'zim kontrol qilmasam bo'lmaydi. Yep, tog'a, hormang. Xush kelibsiz, kuyov bola. Keling. Nima gaplar? Shu to'yni tezlashtirsak degandim. Men ham shuni o'ylab turgandim. Qachon deysiz? Ertaga? Hali bizni hech narsamiz tayyor emas-ku. Ha, ortiqcha xarajat qilib nima qilasiz? Tog'a, undan ko'ra meni hovlimda 4 ta stol stulni qo'yib, chotki qilib to'y o'tkazamiz. Hopizda o'zimning o'rtoqlarim bo'lsa, Zakisga, Zokirda Volgasi keladi. Chotki retro to'y bo'ladi. Nima kerak ortiqcha xarajat, tog'a? Erta to'g'ri kelmaydi. Ertadan keyinga qilaylik. Nima deysiz? Bo'ladi. Bo'lmasa men tayyorgarligimni ko'ring. Kelin bolaga salom ayting, bo'ptimi, tog'a? Xo'p, choy qilamiz. Namuncha bu shoshiladi. Nima shunchalik opam chiroylimi? Bitta bir gap bor. Shuhrat aniq nimadir qilgan. Qilgani aniq, lekin isbotlolmaysan-da. Toza bor gapirsang, oydinga minus. Men qaragin, o'zingni bosgin bir ilojini qilamiz. Nimadir yo'li topilar? Yo, men o'zim bosolmayman. Qat ketdi endi bu. Yun. Dunyodagi eng yaxshi opa nima qilyapsan? O'zim o'tiribman. Senga bitta yaxshi xabar bor. Qanaqa? Ertadan keyin sen to'y. Nima? Hozir belgilashdi. Qanaqa to'y? Pochcham bilan tog'am gaplashdi hozir. To'y kam chiqimgina shu qishloqda, hovlimizda shu retrocha to'y bo'lardi. Men hali tayyor emasman. Oydin! Sen jinnimisan? Men Janis yaxshi ko'raman. Men senga erga berib bo'ldim uni dedim. Janis ko'nglicha. Yo, u bilan umuman ishingiz yo'qmi? Tog'amga baqiraman, bola qo'y uyingga. Bo'ldi. Yuk. Ko'rdingmi ahvolni? Qo'ni-qo'shnilar oldida sharmanda bo'ldingda. Tog'a, to'yni boshlavering, opam ham tayyor. Bugun seni uzatamiz. Yig'lama qiz. Yig'lama qiz. Sal o'zingni bosgan suyun. Bosdim, jo'ra, bosdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. U meni yaxshi ko'rmaydi. Sen jinni bo'lib qolsan, tupoymisan, ha? Yaxshi ko'rganda sevgisi uchun kurashardi. To'yga o'zi rozi, tog'asi rozi. Hamma rozi. Agar u sevgisi uchun kurashganda, men hamma narsaga tayyor edim. Lekin u yo'q. To'xta, Suyun. Suyun.
Botir, suyni hali bu ahvolda ko'rmagandim bor-ku. Eshitdinglarmi? Nimani? Oydinni to'yi ertadan keyinga belgilanibdi. Ana u Shuhratda to'chla nimadir gap bor-da. O'sha qilib yotibdi. Nima bo'lyapti o'zi? Kasha bo'lib yotibdi. Botir, suyni bu ahvolda qoldira olmaymiz. O'zini o'zi bir nima qilib qo'yadi. Mani dugonam nima qilsin? O'zi sevmagan, yaxshi ko'rmagan odam bilan qanday yashaydi? Yana o'zi sevgan odam bilan bitta qishloqda. Bitta tog'asini gapi uchun ikkita odam butun umr baxtsiz yashaydimi? Nimadir qilish kerak lekin. Bitta yo'li bor. Nima? Olib qochib ketamiz. Jinnimiz, ha? Ha, suying yashab ketaveradi, Oydinchi. Botir aka, siz ham tushuning, odamlarning gapi o'tib ketadi. Agar Oydin o'sha Shuhratiga erga tegsa, bir umr baxtsiz bo'ladi. To'g'ri Botir, biz nimadir qilishimiz kerak. Indamay tura olmaymiz. Salla hozir to'yxonadan kelinni o'g'irlamoqchimiz, salla? Ha, o'g'irlaymiz. O'g'irlaganda ham hech kim bilmaydigan qilib o'g'irlaymiz. Menda zo'r plan bor. Ketdik. Kino ko'ryapman. Yur. Suyun. Ochmayapti-yu. O'zimiz hal qilamiz, ketdik. Yur. Oydin, Salom. opang uydami? Opam ichkarida, lekin ko'chaga chiqmaydi. Gapingiz bo'lsa ichkariga kirib gapiring. Oydin, yaxshimisan? Keyin o'zima. Yaxshimisan, Oydin? Yomonman Nozima. Juda yomonman. Ko'rding-ku, hammasi boshqacha bo'lib ketdi. Yaxshi bo'ladi, o'ylama. Ahvolni qara. Ukam bilan tog'amga ham qaragin, ostona xatlab ko'chaga chiqarishmayapti. Ular seni baxtingni o'ylashmayapti. Agar seni baxtingni o'ylashganda, o'sha insonga seni erga bermasdi. Shu inson bilan baxtli bo'laman deb o'ylaysanmi? Ko'zing yetadimi? Unda nima qilay? Qochib ket. Shuni to'g'ri deb bilasanmi? Eng to'g'risi shu. Qanaqa qochib ketaman unda? Bu yog'ini menga qo'yib ber. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun sizlarga Toshkentdan kelgan xushovoz xonanda Ramziddin Shoymardonov kuylaydi. Marhamat, qarshi oling. Bugün seni uzatamız, yığlamadı.
yana bir xushovoz xonanda Xurshidbek Zokirovga beramiz. Suyu qattiq ekan. O'tir. Suyon. Ha, Suyon. Hey. Shoh. Ha? Shuhratga yotdi. Suyon! Shuhratga yotdi.